Tadbirkorlarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish hamda ularning barqaror rivojlanishiga ko'maklashish maqsadida kichik va o'rta biznes vakillari bilan Urganch tumanida ochiq muloqot tashkil etildi. Xorazm viloyat soliq boshqarmasi rahbariyati tomonidan o'tkazilgan mazkur ochiq muloqot tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Ochiq muloqotda soliq to'lovchi tadbirkorlik subyektlariga soliq siyosatidagi o'zgarishlar, soliq stavkalari va imtiyozlari xususida tushuntirishlar berildi. 2012-yildan beri tadbirkorchilik olib borayotirman. Biz yana bir yechilmay turgan muammomiz bor edi, barqarorlik reytingi bo'yicha. Shu yerda bizda bir 5 ballni minus etib qo'yibdilar. Shuni 1 yildan beri shu kitar o'lmay turaverdik endi shuni. Buni xat bilan ham chiqqanmiz, og'zaki ham murojaat etib borganmiz, xatdan berganmiz. Endi bu yil hozir qabulda ko'rib yozib oldilar, shuna bir ijobiy halatib beramiz deb mas'ullar bekitildi. Shuna ijobiy halatib beramiz, amaliy yordam beramiz deb va'da berdilar. Shuni kutib qolamiz. Uchrashuvda kichik va o'rta biznesni yanada rivojlantirish, bu borada ushbu tarmoq vakillariga berilayotgan yengilliklar hamda soliq imtiyozlari, soliq organlari tomonidan yashirin iqtisodiyotning oldini olish borasida amalga oshirilayotgan ishlarga to'xtalindi. Namunali soliq to'lovchilar bir qator nominatsiyalar bo'yicha munosib rag'batlantirildi. Xususan, eng ko'p fiskal chek bergan tadbirkorlik subyekti nominatsiyasi g'olibligiga sazovor bo'lgan tadbirkor Muzaffar aka Sharipov 112 nafar xodimni ish bilan ta'minlab, xaridorlarga 25 mingdan ortiq chek taqdim qilgani aniqlandi. Natijada 12 milliard so'm pul mablag'larini nazorat kassa mashinasi orqali amalga oshirgani ma'lum bo'ldi. Umumiy ovqatlanish sohasida 10 yildan beri shug'ullanamiz. Shu tadbirkorligimiz, faoliyatimiz jarayonida soliq bilan hukumatning boshqa imtiyozlaridan keng foydalanib kelmoqdamiz. Soliq idoralari tomonidan eng ko'p fiskal chek bergan tadbirkor sifatida taqdirlandik. Bu uchun hukumatimizga, shu soliq inspeksiyasiga rahmat. Bundan keyin ham tadbirkorligimiz davomida shu halol, ishonchli soliq to'lovchi bo'lib, davlatimizni byudjetini to'ldirishda o'zimizni hissamizni qo'shamiz. Shuningdek, tadbirkorlarning muammolari bilan birga tizimli masalalar ham bildirildi va ular tegishli tartibda yozib olinib, nazoratga olindi. Tadbirkorlarning muammolarini o'rganishga qaratilgan uchrashuvlar davom etmoqda.